Xayrli kun. Bugun mana biz sizlar bilan mana bunday rangli rezinkamizni to'qishni o'rganamiz. Mana bu rezinkamizning guli uchun 24 ta petля terib oldik. Bu gulimiz uchun ikki xil rangdagi ip kerak bo'ladi. Birinchi qatorimizni to'q rangli ip bilan to'qib olamiz. Birinchi qatorda ikkita o'ng petля to'qib olamiz. Ikkita o'ng petля to'qib olamiz. Bitta ters, mana bitta petlyamiz to'qilmasdan ko'chiriladi ip petля ortida. Yana ikkita o'ng petля, bitta ters, bitta petlyamiz to'qilmasdan ko'chiriladi. Ishchi ipimiz petля ortida turadi. Ikkita o'ng petля, bitta ters, bitta petля ko'chiriladi. Ikkita o'ng petля, bitta ters, bitta petля ko'chiriladi. Ikkita o'ng petля, bitta ters petля to'qib olamiz. Bitta petlyamiz to'qilmasdan ko'chiriladi. Qator oxirida ikkita o'ng va milk petля. Ikkinchi qatorimiz ham to'q rangli ip bilan to'qib olinadi. Ikkinchi qatorda ikkita ters petля to'qib olamiz. Bitta petlyamiz to'qilmasdan ko'chiriladi. Bitta o'ng petля to'qib olamiz. Ikkita ters, bitta petlyamiz to'qilmasdan ko'chiriladi. Ipimiz petля oldida. Bitta o'ng petля. Ikkita ters, bitta petlyamiz to'qilmasdan ko'chiriladi. Ip petля oldida. Bitta o'ng petля. Ikkita ters petля, bitta ko'chiriladi. Bitta o'ng petля. Yana ikkita ters petля to'qib olamiz. Bitta petlyamiz to'qilmasdan ko'chiriladi ip petля oldida. Bitta o'ng, ikkita ters petlylar bilan mana bu ikkinchi qatorimizni ham to'qib oldik. Endi uchinchi qatorimiz och rangdagi ip bilan to'qib olinadi. Qator boshida bitta ters petля to'qib olamiz. Mana bu bitta petlyamiz to'qilmasdan ko'chiriladi. Ip petля ortida bo'ladi. Ikkita o'ng petля to'qib olamiz. Bitta ters, bitta petlyamiz to'qilmasdan ko'chiriladi. Ip petля ortida. Ikkita o'ng petля, bitta ters petля, bitta ko'chiriladi. Ikkita o'ng petля to'qib olinadi. Bitta ters, bitta ko'chiramiz. Ikkita o'ng petля to'qib olamiz. Yana bitta ters petля to'qib olamiz. Bitta ko'chiramiz. Ikkita o'ng petля. Qator oxirida bitta ters, bitta petlyamiz ko'chiriladi va milk petля. To'rtinchi qatorimiz ham mana bu och rangdagi ip bilan to'qib olinadi. Milk petlyamizdan keyingi mana bu ko'chirilgan petlyamizni ko'chiramiz. Ipimiz petля oldida bo'ladi. Bitta o'ng petля to'qib olamiz. Ikkita ters petля. Yana bitta petlyamiz to'qilmasdan ko'chiriladi ip petля oldida. Bitta o'ng, ikkita ters petля. Bitta ko'chiramiz. Bitta o'ng, ikkita ters petля to'qib olamiz. Qator oxirida bitta petlyamiz ko'chiriladi. Bitta o'ng petля va milk petля.
Mana 4-qatorimizni ham to'qib oldik. Mana endi 5-qatordan boshlab 1-chi, 2-chi va boshqa qatorlar guli yana takrorlanadi. Har 2-qatorda iplarimiz rangi o'zgartirib to'qiladi.